Ichki ishlar vazirligi biriktirilgan 1 million nafar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish maqsadida shu yilning may-iyun oylarida ular o'rtasida zakovat intellektual o'yinining tuman, shahar va viloyat bosqichlari o'tkazilgan edi. Vazirlik huzuridagi tergov departamentining hududiy boshqarmalari va Zakovat intellektual klubi nodavlat notijorat tashkiloti bilan hamkorlikdagi ushbu o'yinlarda respublikamizning barcha shahar va tumanlaridan 2000 dan ortiq jamoalar ishtirok etdi. O'yinning qizg'in bahslariga boy bo'lgan viloyat bosqichida g'alaba qozongan 14 ta jamoalar esa respublika bosqichiga yetib kelishgan. Bu musobaqaning nomi esa Zakovat intellektual o'yini deb ataladi. Ancha yillardan buyon kadr ortida mashhurlik cho'qqisini zabt etgan ovoz sohibi Zakovat bilimdonlari bilan bir manzilda minbardan o'qib eshitirilayotgan savollarning aksariyati tarix, adabiyot yuzasidan bo'lsa, ular orasida ko'pchilikni o'ylantirayotgan falsafa haqidagilari ham bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 37-sonli farmoniga asosan Ichki ishlar vazirligiga biriktirilgan yoshlar o'rtasida Zakovat intellektual o'yini o'tkazilmoqda. Mazkur o'yinga 2000 ga yaqin jamoa qatnashdi. Dastlab shahar tuman o'rtasida o'tkazilib, viloyat bosqichi va hozirgi kunda respublika bosqichi o'tkazilmoqda. Shu yilning 15-may sanasidan start olgan mazkur musobaqa yurtimizning har bir nuqtasida 2 bosqichda bo'lib o'tdi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan vatanqo olingan yoshlar o'rtasida Zakovat intellektual o'yini o'tkazilmoqda. Fevral oyidan beri tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Badiiy asarlardan sal ko'proq tushdi. Ushbu kitoblarni o'qidik. Endi xudo xolasa birinchi o'rinda qaytamiz. Biz jamoamiz bilan Buxoro viloyatidan keldik. Vobkent tumani jamoasi nomidan qatnashyapmiz. Tanlovga kelish uchun bir qancha badiiy va ilmiy asarlarni o'qidik. Aniq faktlar va statistikaga asoslangan savollardan tushgan payt qiyinchilik tug'dirdi. Bir hafta oldin Toshkent bosqichiga chiqishimiz xabarini oldik va bu bir hafta davomida vaqtdan unumli foydalangan holda bir qancha kitoblar va ma'lumotlar o'qidik. Zakovatda o'z bilimini sinagani kelgan jamoaning 3tasiga shu kun g'oliblik nasib etdi va hamkor tashkilotlar tomonidan birinchi o'ringa 25 million so'm, ikkinchi o'ringa 15 million so'm hamda uchinchi o'ringa 10 million so'm pul mablag'lari topshirildi. Bu kun Go'zal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.